Meni qizim 4 yoshida. Har kuni kechasi oyog'im og'riyapti deydi. Uqalang deydi. Har kuni kechasi shunaqa qiladi. Faqat kechki payt og'rishdan shikoyat qiladimi yoki kunduz kunlari havo namlik, yomg'ir yog'gan paytlarda ham bu holat kunduz kunlari ham kuzatiladimi? Yo'q, faqat kechasi. Qanday ob-havoda farqi yo'q. Issiqmi, sovuqmi, mana shunaqa qiladi. Qachondan beri bu holat kuzatilyapti? Bu holat kuzatilayotganiga 1 yilcha bo'lib qoldi. 1 yillar bo'lib qoldi. Bolajonni tomog'i tez-tez og'rib, tez-tez shamollab turmaydimi? Ha? Agar farzandingizda tez-tez shamollash holatlari kuzatiladigan bo'lsa, tomog'da murtak bezlari bor, ularning yallig'lanish holatlari kuzatiladi va bu holat uzoq muddat qayta davom etishi oqibatida oyoqda revmatizm kasalligini yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun bunaqa holatda qonning umumiy tahlili, biokimik tahlili va revma proba topshirib ko'rishingizni tavsiya qilar edim va sog'lom bolalarda ham faqat kechki payti aynan 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda og'rishi naysimo suyaklarni o'sishi hisobida normada bo'ladi. Ya'ni bola kun bo'yi aktiv harakat qiladi, kattalardan nisbatan ko'proq. Bu esa suyaklar harakatini kuchaytirib yuboradi, ya'ni ularga og'irlik kuchini oshirib yuboradi va kechki payt bola uxlaganda nervlar ishlay boshlashi hisobidan bola og'riqni his qilishi mumkin. Lekin sizni farzandingizda tomoq og'rishi tez-tez qaytarilganligi uchun albatta yuqorida aytib o'tilgan tahlillarni topshirishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi.